Do'stlar, hammaga xayrli kun. Bugun 15-iyun, hafta kuniga yakshanba. Video chiqarilmaganiga ham pashti 1 oy bo'ldi. Novvoslarda holatlari 15-iyun holatida. Ratsionga o'zgartirish kiritildi. Sababi bizda qassoblar 105 ming so'yishni boshladi mollarda, novvoslarda. Hozir eng zo'ri qizil ketdi. Etni ham zo'r oldi, keyin bo'yi ham baland bo'lib ketdi o'ti. Bu o'zi biqillab qoldi. To'ldi bu, xudo xolasa. Lekin yeyapti, yeyishlari zo'r. Bu bo'lsa eng qimmat olingan novvos xo'ra. 3 marta boshlab ketdim mana shu 1 oyda ichida. Shaqa yo'qligi uchun nuqtadan ham chiqib ketyapti, bo'yinchadan ham chiqib ketyapti. Mana bir hafta 10 kundan beri quruq ratsionga o'tilgan. Somon, beda aralash quruqdi. 3 kilodan somon bilan bedani aralashmasini berib, dravilkadan o'tkazilgan holda 2,5 kilodan bug'doyni dravilka qilib, mayda un shakliga keltirib, ideal ko'rim bilan aralashtirib, teng miqdorda berilyapti. O'zgarishlar yaxshi. Narigi ratsionda qimmat tushib ketyapti, shuning uchun bu ratsionga o'tildi. Novvoslar zo'r. Bugungi holatda fevralda 20sida olingan asosan novvoslar. 13,5, 13,8, 14,2 ga olingan bu novvos. Holatlar novvoslar. Do'stlar, buguncha shular. Sizlar bilan quvvali bo'la. Abdurahmon, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.